Qo'yvaring, boshqa yashamayman men siz bilan dedim. Xuddi shu yo'sinda boshlangan oilaviy mojaro katta janjalga aylanib ketdi. Oqibati esa fojiali yakun topdi. Ma'lum bo'lishicha, Namangan viloyati Davlatobod tumanida yashovchi 1995-yilda tug'ilgan erkak joriy yilning 20-may sanasida oilaviy kelishmovchilik sabab uydan ketib qolgan shar'iy nikohdagi ayolini qaytarish maqsadida uning ota uyiga borgan. Shundan so'ng qaysi enim o'lib qoldilar. Qaysi enimga o'tda kecha kuni bu sinisi bilan bordi. Ega yo'q, qaysi enimiga ega bordi. Sinisi bilan men ta'ziya bildirgan kelibdi deb xursand bo'lsam, bular kelib urishdi. Na aytdimki, nima masalada urishdi? Qizim yashamayman dedi, u yashaysan dedi. Na qizim bilan o'g'lim ham bordi. Shu zaylda uka va pochcha o'rtasidagi tortishuv jiddiylashib, janjalga sovuq qurol yakun yasadi. Hodisa oqibatida ayolning ukasi, ya'ni 1995-yilda tug'ilgan yigit olgan tan jarohati sabab shu kunning o'zida hayotdan ko'z yumdi. Bir pasdan keyin bolam o'g'liga kelib turibdi. Ag'da 3 ta bolasi qoldi. Buni 3 ta bolasi o'zi o'g'lim rosa mehribon. Sudlanuvchiga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 97-moddasining 2-qismi J bandi bilan 12 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlandi. Jazoni umumiy tartibli koloniyalarda o'tash belgilandi. Sud hukmi bilan jinoyatga huquqiy baho berildi, ammo yo'qotilgan hayot va buzilgan taqdirlarni qaytarishning imkoni yo'q. Xulosa o'zingizdan.